bugun men pensiya olayotgan yoki yaqin oylar ichida pensiyaga chiqmoqchi bo'lgan har bir inson uchun juda muhim ogohlantirishni tushuntirib beraman. Gap shundaki, ayrim ustamalar, qo'shimcha to'lovlar va imtiyozli hisob-kitoblar faqat mening haqim bor degan og'zaki gap bilan emas, aniq hujjatlar asosida belgilandi. Agar kerakli hujjat bo'lmasa, rasmiy tartib bo'yicha ustama hisoblanmasligi mumkin. Bu ma'lumot har bir pensionerga, ayniqsa mehnat staji, nogironlik qaramog'ida bo'lgan shaxslar, urush yoki mehnat faxriyligi, zararli sharoitda ishlagan davrlar, ish haqi arxiv ma'lumotlari bilan bog'liq masalalarda juda zarur. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hoziroq kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bunday ma'lumotni bilmagan odam o'ziga tegishli puldan bexabar qolib ketishi mumkin. Avval ko'pchilik pensionerlar bitta narsaga ishonib kelgan. Men falon joyda ishlaganman, falon yillik stajim bor. Demak, hammasi avtomatik hisoblanadi. Ayrim ma'lumotlar bugun elektron bazalarda bo'lishi mumkin. Masalan, so'nggi yillardagi ish haqi, ijtimoiy soliq to'lovlari, rasmiy mehnat faoliyati ayrim tizimlarda ko'rinadi. Lekin eski davrlardagi ishlar, tugatilgan korxonalar, kolxoz yoki sovxozdagi davrlar, arxivga topshirilmagan ma'lumotlar. Mehnat daftarchasida noaniq yozuvlar bo'lsa, hammasi avtomatikdan olinadi deb o'ylash xato. Hozirgi tartibda pensiya jamg'armasi yoki vakolatli organ pensiyani hisoblashda faqat tasdiqlangan ma'lumotga tayanadi. Bu juda muhim. Ya'ni sizning haqiqiy hayotingizda ishlaganingiz bir masala, uni rasmiy hujjat bilan isbotlash boshqa masala. Davlat organi xodimi sizga achinib yoki tanish bilish asosida qo'shimcha staj qo'shib bera olmaydi. U hujjat ko'radi. Bazani tekshiradi, arxiv ma'lumotini oladi, buyruq nusxasini, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomani, mehnat daftarchasidagi yozuvni, sud qarorini yoki boshqa tasdiqlovchi hujjatni asos qilib oladi. Oldin ko'p joylarda odamlar mehnat daftarcham bor bo'ldi deb o'ylardi. Endi esa mehnat daftarchasi ham har doim yetarli bo'lavermaydi. Masalan, yozuvda ishga qabul qilingan sana bor, lekin bo'shatilgan sana yo'q. Yoki korxona muhri o'chib ketgan, yoki lavozim nomi zararli mehnat sharoitiga kirishini ko'rsatmaydi, yoki ish haqi miqdori yozilmagan. Bunday holatda ustama, yugori koeffitsient, qo'shimcha staj yoki imtiyozli davr avtomatik hisoblanmaydi. Men buni oddiy tilda shunday tushuntiraman. Pensiya masalasida har bir so'mning orqasida hujjat turishi kerak. Hujjatsiz so'z isbot emas. Men shu zavodda ishlaganman degan gap insoniy tomondan tushunarli, lekin rasmiy hisob-kitobda yetarli emas. Ayniqsa ustamalar haqida gap ketganda talab yanada jiddiy bo'ladi. Chunki ustama pensiyaning asosiy qismidan tashqari qo'shimcha pul degani. Qo'shimcha pul esa alohida asos bilan beriladi. Endi kimlar ayniqsa diqqatli bo'lishi kerakligini batafsil aytaman. Birinchi navbatda mehnat faoliyatining bir qismi eski yillarga to'g'ri kelgan fuqarolar ehtiyot bo'lishi kerak. Masalan, siz 1995 yildan 1996 yilgacha bir korxonada ishlagansiz. Keyin korxona yopilgan. Nomi o'zgargan yoki hujjatlar arxivga to'liq topshirilmagan. Siz o'sha davrni stajga kiritmoqchisiz yoki o'sha davrdagi ish haqi asosida pensiyangiz oshishini kutyapsiz. Bunday paytda arxiv ma'lumotnomasi bo'lmasa, hisob-kitob to'liq bo'lmasligi mumkin. Masalan, bir ayol 3 yil ishlaganman deb hisoblaydi. Mehnat daftarchasiga qaralsa 22 yil aniq ko'rinadi. Kechi yil esa kolxozda mavsumiy yoki brigada hisobida ishlagan davr sifatida og'zaki ma'lum, lekin hujjat yo'q. Agar shu kechi yil tasdiqlanmasa, uning pensiyasi kutgandan kam chiqishi mumkin. U axir men ishlaganman-ku deb norozi bo'ladi. Men bunday vaziyatda doim aytaman. Ishlaganingizni inkor qilishmayapti, lekin uni rasmiy tasdiqlash kerak. Ikkinchi guruh zararli yoki og'ir sharoitda ishlaganlar. Masalan, metallurgiya, kimyo sanoati, issiq sexlar, yer osti ishlari, radiatsiya, zaharli moddalar, tibbiyotning ayrim xavfli yo'nalishlari, qishloq xo'jaligidagi ayrim og'ir mehnat turlari. Bunday ishlar ayrim hollarda imtiyozli staj yoki ustama uchun asos bo'lishi mumkin. Lekin bu yerda faqat men qiyin ishda ishlaganman deyish yetmaydi. Lavozim nomi, ish joyi, buyruq, attestatsiya, mehnat sharoiti to'g'risidagi ma'lumotnoma, ro'yxatga moslik kabi dalillar kerak bo'ladi. Masalan, erkak kishi 12 yil zavodda ishlagan. U o'zini zararli sharoitda ishlagan deb biladi. Lekin hujjatda uning lavozimi ishi deb umumiy yozilgan. Qaysi sexda, qaysi sharoitda, qaysi ro'yxat bo'yicha imtiyozga ega ekani ko'rsatilmagan. Natijada imtiyozli davr tan olinmasligi mumkin. Agar u arxivdan falon yillarda
falon sexda falon lavozimda ishlagan, ushbu lavozim zararli mehnat sharoitlari ro'yxatiga kiradi degan ma'lumotnoma olsa, vaziyat o'zgaradi. 3-guruh. Qaramog'ida mehnatga layoqatsiz shaxs bo'lgan pensionerlar. Ba'zi hollarda pensionerning qaramog'ida nogiron farzand, voyaga yetmagan bola, mehnatga layoqatsiz turmush o'rtog'i yoki boshqa shaxs bo'lsa, qo'shimcha to'lov masalasi ko'rilishi mumkin. Lekin bu ham o'z-o'zidan bo'lmaydi. Qaramog'ida ekanini tasdiqlovchi hujjatlar tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, nogironlik to'g'risidagi ma'lumot. Birga yashash yoki ta'minot holatini ko'rsatadigan dalillar talab qilinadi. Masalan, pensioner ota nogiron farzandini boqib kelmoqda. U butun mahalla biladi, farzandim men bilan yashaydi dedi. Lekin rasmiy organ mahalla bilishini emas, hujjatni so'raydi. Farzandning nogironlik ma'lumotnomasi, tug'ilganlik guvohnomasi, yashash manzili qaramog'ida ekanini tasdiqlovchi hujjatlar bo'lmasa, qo'shimcha ustama kechikadi yoki rad qilinadi. 4-guruh. Ish haqi bo'yicha ma'lumotlari to'liq bo'lmaganlar. Pensiya miqdorida ish haqi juda muhim rol o'ynaydi. Agar siz yuqori maosh olgan yillaringizni tasdiqlay olsangiz, pensiya miqdori yaxshiroq bo'lishi mumkin. Lekin o'sha yillardagi maosh ma'lumotnomasi yo'q bo'lsa, ba'zida ko'rinmasa yoki korxona arxivi topilmasa, hisob-kitob boshqa mavjud ma'lumotlar asosida qilinadi. Natijada odam kutganidan kamroq pensiya olishi mumkin. Oddiy misol, bir fuqaro 1997 yillarda yaxshi maosh olgan, keyin sog'ligi sabab pastroq oylikdagi ishga o'tgan. Pensiyaga chiqqanda yuqori maosh olgan davrini kiritmoqchi. Lekin maosh haqidagi ma'lumotnoma topilmayapti. Agar tasdiqlovchi ma'lumot bo'lmasa, men o'sha payt yaxshi pul olganman degan gap hisob-kitobga kirmaydi. Endi kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Agar sizning barcha ish davrlaringiz elektron bazada to'liq aks etgan bo'lsa, mehnat daftarchangizdagi yozuvlar aniq, muhri va sanalari to'g'ri bo'lsa, ish haqi ma'lumotlaringiz tizimda bor bo'lsa, qo'shimcha ustama talab qiladigan holatingiz hujjat bilan tasdiqlangan bo'lsa, xavotir kamroq. Lekin men baribir hech kimga umuman xavotir olmang demayman. Chunki pensiya masalasida oldindan tekshirib qo'yish zarar qilmaydi. Masalan, siz oxirgi 20 yil davomida rasmiy ishlagansiz, ish beruvchi barcha to'lovlarni o'tkazgan, elektron mehnat daftarchangizda hammasi ko'rinadi. Bunday holatda asosiy staj bo'yicha muammo kam bo'lishi mumkin. Lekin agar siz qo'shimcha ustama talab qilsangiz, masalan, nogironlik guruhi, faxriy unvon, qaramog'idagi shaxs yoki zararli sharoit bo'yicha baribir alohida hujjat kerak bo'ladi. Eng ko'p xatolik aynan nozik joylarda yuz beradi. Birinchi nozik jihat: hujjat bor, lekin noto'g'ri rasmiylashtirilgan. Masalan, ma'lumotnomada familiya bir harf bilan boshqacha yozilgan. Pasportda Karimova, hujjatda Karimov yoki eski familiya ko'rsatilgan. Ayollar turmushga chiqqandan keyin familiyasi o'zgargan bo'lsa, nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarishini tasdiqlovchi hujjat talab qilinadi. Aks holda arxivdagi hujjat sizniki ekani bo'yicha savol tug'iladi. Ikkinchi nozik jihat: ish joyining nomi o'zgargan. Masalan, korxona avval Toshkent mexanika zavodi bo'lgan, keyin Toshmex sanoatga aylangan, keyin tugatilgan. Sizning hujjatingizda bir nom, arxivda boshqa nom. Elektron bazada 3-nom chiqishi mumkin. Bunday holatda korxona nomi o'zgargani, huquqiy vorislik yoki tugatilish haqidagi ma'lumotlar kerak bo'ladi. Aks holda mutaxassislar hujjatlar bir korxonaga tegishlimi yoki yo'qmi aniqlashga majbur bo'ladi. 3-nozik jihat: guvohlar tasdiqlaydi degan masala. Ba'zan odamlar 2-3 ta sobiq hamkasbim bor, ular aytib beradi deb o'ylaydi. Ayrim holatlarda guvohlik dalil sifatida ko'rib chiqilishi mumkin, lekin bu har doim ham avtomatik staj yoki ustama beradi degani emas. Ayniqsa ish haqi miqdorini guvohning gapi bilan tasdiqlash qiyin. Maosh, lavozim, ish sharoiti, zararli ro'yxat bo'yicha rasmiy hujjat kuchliroq dalildir. 4-nozik jihat: pensiya tayinlangandan keyin ham hujjat topshirish mumkinmi? Ko'p odamlar pensiyam bir marta tayinlandi, endi hech narsani o'zgartirib bo'lmaydi deb o'ylaydi. Aslida, agar keyinchalik yangi hujjat topilsa, qayta hisob-kitob qilish uchun murojaat qilish mumkin bo'lgan holatlar mavjud. Lekin bu ham tartib bilan bo'ladi. Siz hujjatni olib borasiz, ariza yozasiz, organ uni tekshiradi. Asos bo'lsa pensiya qayta ko'rib chiqiladi. Ammo pul qaysi sanadan boshlab qayta hisoblanishi masalasi alohida tartibga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun hujjatni kechiktirmaslik juda muhim. 5-nozik jihat: hammasi davlat bazasida bor degan ishonch.
Ha, raqamlashtirish ancha kuchaydi. Lekin eski davr hujjatlari, arxivdagi daftarlar, tugatilgan korxonalar, kolxoz davri, harbiy xizmat yoki chet eldagi mehnat faoliyati kabi masalalarda har doim ham hammasi bazada bo'lmasligi mumkin. Men pensionerlarga shuni maslahat beraman. O'zingizga tegishli hujjatlarni hech qachon tashlab yubormang. Eski ma'lumotnoma, buyruq nusxasi, ish haqi varaqasi, harbiy bilet, mehnat daftarchasi, guvohnoma, diplom, nikoh guvohnomasi, farzand tug'ilganlik guvohnomasi, bularning hammasi kerak bo'lib qolishi mumkin. 6-nozik jihat. Ustama bilan asosiy pensiyani aralashtirib yuborish. Asosiy pensiya staj va ish haqi kabi ko'rsatkichlarga qarab hisoblanadi. Ustama esa alohida maqom, holat yoki qonunda belgilangan asos bo'yicha qo'shiladi. Masalan, nogironlik guruhi bo'yicha qaramog'idagi shaxs bo'yicha faxriy unvon yoki maxsus maqom bo'yicha ayrim toifadagi fuqarolar uchun alohida qo'shimcha bo'lishi mumkin. Har bir ustamaning o'z hujjati bor. Bitta hujjat hamma ustamaga yetmaydi. Endi eng muhim qism nima qilish kerak? Men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam o'zingizdagi barcha hujjatlarni yig'ing. Mehnat daftarchasi, pasport yoki ID karta, STIR yoki JSHIR ma'lumotlari, diplom, harbiy bilet, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargani haqidagi hujjat, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, nogironlik ma'lumotnomalari, faxriy unvon guvohnomalari, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar, arxiv javoblari hammasini alohida papkaga soling. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchangizni sinchiklab tekshiring. Har bir ish joyida ishga kirgan sana bormi, bo'shagan sana bormi? Buyruq raqami bormi? Korxona muhri bormi? Lavozim aniq yozilganmi? Bularni ko'ring. Agar biror joyda sanad tushib qolgan bo'lsa, yozuv o'qilmasa, muhr noaniq bo'lsa, darhol o'sha korxona yoki uning arxiviga murojaat qiling. 3-qadam, eski ish joylaringiz bo'yicha arxiv ma'lumotlarini oldindan so'rang. Korxona hali ishlayotgan bo'lsa, kadrlar bo'limiga yoki arxiviga murojaat qiling. Korxona tugatilgan bo'lsa, tuman yoki shahar arxiviga. Tegishli davlat arxiviga yoki huquqiy voris tashkilotga so'rov yuboring. So'rovda ism familiyangizni, tug'ilgan yilingizni, ishlagan davringizni, lavozimingizni, korxona nomini iloji boricha aniq yozing. Men shu yerda ishlaganman. Ma'lumot bering deb umumiy yozishdan ko'ra 1990 yil mart oyidan 1995 yil iyun oyigacha falon sexda, falon lavozimda ishlagan davrim va ish haqi bo'yicha ma'lumotnoma berishingizni so'rayman deb yozgan yaxshi. 4-qadam. Pensiya jamg'armasi bo'limiga borib o'z hisob kitobingizni tushuntirib berishni so'rang. Siz shunchaki pensiyam kam demang. Aniq savol bering. Qaysi yillar stajga kiritilgan, qaysi yillar kiritilmagan? Qaysi ish haqi davri hisobga olingan? Qaysi ustama belgilangani yoki belgilanmagani, nima sababdan belgilanmagani haqida yozma tushuntirish so'rang. Og'zaki javob esda qolmaydi. Lekin yozma javob keyingi harakatlar uchun asos bo'ladi. 5-qadam, agar sizga hujjat yetishmayapti deyishsa, aynan qaysi hujjat kerakligini aniqlang. Ba'zan odamlar bir oy yurib noto'g'ri hujjat olib keladi. Masalan, unga ish haqi ma'lumotnomasi kerak bo'lgan. U esa faqat ishlaganlik haqida ma'lumotnoma olib kelgan. Yoki zararli sharoitni tasdiqlash kerak bo'lgan. U oddiy lavozim ma'lumotnomasini olib kelgan. Shuning uchun qaysi davr uchun? Qaysi turdagi hujjat qanday mazmunda bo'lishi kerak deb so'rang. 6-qadam, ariza yozganda nusxasini o'zingizda qoldiring. Ariza topshirsangiz, kirim raqami yoki qabul qilingan sanani qayd qildiring. Bu juda muhim. Chunki keyinchalik muddatlar, javoblar, qayta hisob-kitob sanasi bo'yicha savol tug'ilsa, sizda dalil bo'ladi. Har bir hujjatning nusxasini oling, asl nusxalarini ehtiyot qiling. Iloji bo'lsa, telefoningizda skaner qilib saqlang yoki yaqinlaringizga elektron nusxasini yuborib qo'ying. 7-qadam, agar javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori tashkilotga yoki sudga murojaat qilish imkoniyati borligini biling. Lekin sudga borishdan oldin hujjatlaringizni tartibga keltiring. Sud ham hissiyotga emas, dalilga qaraydi. Sizda arxiv javobi, rad javobi, mehnat daftarchasi, nusxasi, guvohnomalar, ma'lumotnomalar bo'lsa, masalani ko'rib chiqish ancha osonlashadi. Endi bir nechta aniq hayotiy vaziyatni ko'rib chiqamiz. Birinchi misol, opa 50 yoshda pensiyaga chiqmoqchi. U 25 yil ish stajim bor deb hisoblaydi. Tekshiruvda 20 yil aniq chiqdi. 5 yil esa eski tikuv sexsida ishlagan davr bo'yicha hujjat topilmadi. Agar opa oldindan arxivga murojaat qilib, o'sha 5 yil uchun ma'lumotnoma olsa, pensiya hisobida bu davr e'tiborga olinishi mumkin. Agar olmasa, pensiya miqdori pastroq chiqadi.
Bu yerda yo'qotish o'yga katta bo'lmasligi mumkin, lekin yillar davomida sezilarli pulga aylanadi. Ikkinchi misol, aka 10 yil zararli sharoitda ishlaganman deb o'ylaydi. Mehnat daftarchasida faqat operator deb yozilgan. Qaysi qurilma, qaysi sex, qaysi ro'yxat ko'rsatilmagan. Pensiya organi bu davrni oddiy staj sifatida qabul qiladi, lekin imtiyozli ustamani bermaydi. Aka keyin arxivdan sex nomi, lavozim, tavsif va mehnat sharoiti bo'yicha ma'lumot olib keladi. Ana shundan keyin masala qayta ko'rilishi mumkin. Demak, bitta so'z lavozimning aniq yozilishi pulga ta'sir qiladi. Uchinchi misol. Pensioner bu qaramog'ida nogiron navrasi borligini aytadi. Lekin navra hujjatda boshqa manzilda ro'yxatda turadi. Qaramog'ida ekanini tasdiqlovchi hujjatlar yo'q. Bunday holatda ustama masalasi qiyinlashadi. Agar bu vasiylik, birga yashash, ta'minot, nogironlik va qarindoshlik hujjatlarini tartibga keltirsa, uning murojaati ancha asosli bo'ladi. To'rtinchi misol, fuqaro yuqori ish haqi olgan yillarni ko'rsatmoqchi. Lekin arxivda maosh daftarlarining faqat bir qismi saqlangan. Bu holatda mavjud hujjatlar asosida hisob-kitob qilinadi. Agar boshqa tasdiqlovchi manbalar bo'lsa, masalan, korxona buxgalteriya ma'lumotlari, buyruqlar, tarif stavkalari, lavozim maoshlari bo'yicha hujjatlar, ularni ham qo'shib berish kerak. Har bir qo'shimcha dalil foyda berishi mumkin. Men amaliyotda ko'p ko'radigan eng katta xato odamlar pensiyaga chiqish arafasida hujjat qidirishni boshlaydi. To'g'risi, pensiyaga chiqishga kamida 1 yil qolganda hujjatlarni tekshirish kerak. Chunki arxiv javobi bir kunda chiqmasligi mumkin. Ba'zi arxivlar uzoq qidiradi. Ba'zi hujjatlar boshqa viloyatda bo'ladi. Ba'zan korxona nomi bir necha marta o'zgargan bo'ladi. Ikkinchi xato, odamlar og'zaki maslahat bilan cheklanadi. Falonchi aytdi, menga ustama chiqarkan yoki qo'shnimga berishibdi, menga ham berishadi deyish noto'g'ri. Har bir odamning holati alohida. Qo'shningizda kerakli hujjat bor bo'lishi mumkin, sizda esa yo'q. Yoki qo'shningizda boshqa toifaga kiradi, siz boshqa toifaga kirasiz. Shuning uchun o'zingizning hujjatingiz asosida tekshiruv qiling. Uchinchi xato, asl hujjatlarni yo'qotish. Eski mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, harbiy bilet, nikoh guvohnomasi kabi hujjatlar yillar o'tib juda qimmatli dalilga aylanadi. Ularni nam joyda yirtiladigan papkada, bolalar qo'li yetadigan joyda saqlamang. Har birining nusxasini qiling. Telefoningizda rasmga olib qo'yish ham foydali, lekin asl nusxani almashtirmaydi. To'rtinchi xato, rad javobidan keyin to'xtab qolish. Agar sizga ustama hisoblanmadi deyishsa, sababini biling. Sabab hujjat yetishmasligi bo'lsa, hujjat topishga harakat qiling. Sabab noto'g'ri talqin bo'lsa, yozma murojaat qiling. Sabab familiya yoki sana xatosi bo'lsa, tuzatish yo'lini so'rang. Har doim madaniyatli, aniq va hujjat bilan harakat qiling. Bugungi eng asosiy gap shuki, pensiya ustamalari va qo'shimcha hisob-kitoblar hujjatsiz avtomatik berilmaydi. Sizning ishlaganingiz, qiynalganingiz, oilangizni boqqaningiz hayotiy haqiqat bo'lishi mumkin. Lekin rasmiy hisob-kitob uchun tasdiqlovchi hujjat kerak. Mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, ish haqi ma'lumotlari, nogironlik hujjati. Qaramog'idagi shaxs bo'yicha dalillar, faxriy unvon guvohnomasi, bularning har biri pulingizga ta'sir qilishi mumkin. Men sizga tavsiya qilaman. Bugun hujjatlaringizni tekshiring, yetishmayotgan joylarni yozib chiqing. Arxiv va pensiya jamg'armasiga aniq savollar bilan murojaat qiling. Agar pensiyangiz allaqachon tayinlangan bo'lsa ham, yangi hujjat topilsa, masalani qayta ko'rib chiqish imkoniyatini so'rang. Eng muhimi, vaqtni bo'y bermang. Chunki hujjat qancha erta topilsa, huquqingizni himoya qilish shuncha oson bo'ladi. Agar sizda ham shunday holat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Qaysi hujjat sabab ustama berilmagan yoki qaysi hujjatni topganingizdan keyin pensiyangiz qayta hisoblangan? Bu boshqa pensionerlarga ham foydali bo'ladi. Videoni foydali deb bilsangiz, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta hujjatni vaqtida topish ba'zan oy olinadigan qo'shimcha pulni saqlab qoladi.